Yes. Aytimiz muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Qanday namoz va xayr o'tkazdim? Xudo xo'sh baxti, oromlik bilan Hojilal Muhammad Xayrxon. Hamma taraf shukr fazl Xudo. Ko'p yaxshilik bo'ldi, ko'p yaxshilik bo'ldi. Bir o'zga nima ishlab bo'ladi ko'proq maymun aka ma'lum rasman. Bir o'zlaga mardum bir-birlariga bormoqlar. Xususan do'stlar va qariblar va yaqinlarga, undan ham g'am telanga borib, ularga yet bovorak qilmoqlik kerak. Mardimdan nima tilaysiz? Nima ish qilsalar bo'ladki, o'sha kino qudrat o'rtadan kelsa? Ehtiyot bo'lsin, mardum kino badil bo'lmasin. Qarang shunday ittifoq ehtiyot deydan mana shu ahamiyat olibdi, mana shunday barguzor bo'libdi. Inshaalloh taolo hamisha shunday yerlarimizni qo'shlik bilan tiriklik o'tkazamiz. Xayr ko'ring, salomat, yedingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Meni otim Haydarsan, Qo'lxonadan bo'laman. O'z tarafimdan hammaga tabrik aytaman. Xo'p, bugun qanday fazo edi o'z nazaringizdan? Orom, fazo yaxshi fazo. Ammo shu sulh oromlik bo'lsa, jang jadal bo'lmasa, hamma o'z joyiga bo'lsa mumkin. Xo'p, boshqa mardimdan nima istagingiz bor? Borsinlar, kelsinlar, bir-birida ko'rsinlar. Shu qavmga anonotni bo'lib, nima qilsalarga borish kelish, inoqani o'ydan qavm qilishdan bor. Shu namozda kinobadilik bo'lmasa. Salomat bo'ling. Navoiy. Xo'p, baxayr namozni o'qidingizlarmi? Qanday edi fazo? Yaxshi, ahamiyat olgan namozini o'sha namozini yaxshi Rasmiy ravojlar nima arsada ajaba shu namozlarga? Sog' bo'ling ajaba. Yedingiz muborak. Ma'rifjon bo'lgan namozga kelibsiz? Namoz o'qidik. Oyvarak Ramazonni xalos qildik. Bularni aytib ber. Yomon ishlar qilmasa, mayda bachalar voy. Allohga oshiqlik qilmasa, uni otasini azob bermasa. Vatoq taylamasa, voy sho'rlik qilmasa. Ay, sharkadang.